Bugün Module Launcher için 4 modlar obzoru bo'ladi. Kanalda ketdik. Birinchi modimiz bu mana Crawl mod. Birinchi modimiz Crawl mod. Mana pastga tushiraveramiz. Va mana Crawllar. Mana bu Crawl olaman men, pistolet olaman. Bu oltinli Crawl olaman va mana bu Crawl olaman. Bo'ldi, mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Bu nima ekan bilmayman. Hayvan et boradi ekan. Bunda esa top ikinci modumuz bu Security Craft modumuz. To'g'ri eshitdingizlar, Security Craft mod. Qaranglar, buni olamiz va planetga ko'tarib. Mana bu nima edi buni oti? Otini bilmayman. Chiqib shuni olasizlar. Kamera oti, kamerani olasizlar. Liboy joyga bir yerga qo'yasizlar. Mana bu yerga qo'yasizlar. Va mana buni olib ustiga mana sesh degan tugma bor. Shuni bitta marta ustiga turib bossangizlar va yana seshni bossangizlar, mana seshni bosasizlar. Mana bu bir chiqadi shu yerda, shuni bosasizlar va mana men turibman. Salom. Ko'ringizlarmi, zo'r mod bu. Crawl. Mana zo'r mod. Tavsiya beraman sizlarga. Mana bundan chiqib ketish uchun mana qaranglar. Mana bundan chiqib olmay o'tirsangizlar mana o'tirish tugmasini 2 marta dar bosaverasizlar, mana chiqadi. Endi top 3-chi modimizga o'tamiz. Top 3-chi modimizga o'tamiz. Top 3-chi modimiz Furniture mod. Mana Mr. Chiroyfiz Furniture mod mana. Zo'r mod. Mana yotoqlar mana so'ng daraxtli stol. Hamma narsa bor mana. Bu narsa ham bor. Hamma narsa bor. Ustiga bor mana. Water. Mana suv chiqadi va ustiga bossangizlar mana suv. Mana bu yotoq. Mana ichiga bir narsa solmoqlaysan. Bilmayman. Mana o'tirasizlar mana buda. Tushchoq bo'lsangizlar yana mana o'tirish tugmasini 2 marta darrov bosasizlar. Voy, tushadi mana. Ko'ringizlarmi, zo'r mod bu. Unda top 4-chi modimizga o'tamiz. Mana qidiruv joyiga mana shu yerga o'tib, keyboard tugmasini bosasizlar. Bu yerga rain deb yozasizlar, bo'ldi, mana chiqib keladi. Kremlar o'zingizlar ishlataverasizlar bu kremlarni. Zo'r kremlar.
Bu bolta judayam zo'r narsa shu. Kirpi. Survival rejimiga o'tamiz. To'xtang. Gami modi deb o'ylasizlar va mana bu bosishlardan o'ziga chiqaribini qo'yib, mana so'ng yana mana bu tugmani bosingizlar. Creative o'tasizlar yana bir marta gami modi deb yozsangizlar esa survival rejimiga o'tasiz. Mana qaranglar, zo'r mana qaranglar, zo'r cho'g'bodi. Olmos boltadan ham kuchli narsalar. Mana qaranglar, bu narsa judayam kuchli narsa, judayam kuchli. Mana qaranglar, ko'rdingizlarmi? Ko'rdingizlarmi? Mana kamerani tutib oling. Mana shu modlarimiz edi do'stlar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar. Xayr.